Xon Tangridan nazar. O'z taqdirini o'zi belgilash degan nima? Sharqiy Turkiston kurashi yoki mustaqillik uchun kurash qilayotgan boshqa guruhlar o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini ko'plab ishlatadi. Eng oddiy ma'nosi bilan xalqlarning o'zini o'zi idora qilish, iqtisodiy, siyosiy va kultural hayotining prinsiplarini o'zi belgilash degan ma'noda keladigan bu hukm xalqarалық munosabat tadqiqotlari va xalqarалық qonunda ko'p talash tortish yaratadi. Ba'zi tadqiqotchilar o'z taqdirini o'zi belgilash uluslarning mustaqillik yo'lini ochadi deb qarasa, yana bir qism tadqiqotchilar mustaqil bo'lmay turibmi, avtonomiya huquqiga ega bo'lish o'z taqdirini o'zi belgilaganlik deb qaraydi. Xalqlarning o'z taqdirini o'zi belgilash hukmi 20-asrdagi ta'sirchanligi eng kuchli bo'lgan hukmlardan biridir. 1918 yili 11 fevral Wilson uluslarning istaklariga hurmat qilinishi kerak. Xalqlar faqat va faqat roziligi bo'lgan hukumat tarafidan boshqarilishi va idora qilinishi kerak. O'z taqdirini o'zi belgilash faqat bir shuardan iborat emas, dedi. Shundaqla o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini yangi Yevropa tuzumi barpo qilishdagi muhim tugun deb qaradi. Wilson o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini tunji qatim o'ttirg'i qo'yg'ichi emas. Lekin Birinchi Dunyo urushidan keyingi davrda Yevropada qurilgan davlatlar va 1920-yili qurilib 1946-yili tarqalgan davlatlar birlashmasining qurilishida turtkilik rol o'ynadi deb qarashga bo'ladi. Birleşken Devletler Teşkilatı kelishimnomasining munosabatlik moddalarida o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi ishlatiladi. Masalan, birinchi bölüm, birinchi modda Birleşken Devletler Teşkilatı'nın maqsadlarini o'ttirg'i qo'ygan bo'lib, bu moddaning ikkinchi qismida xalqlarning milliy barobarlik huquqiga va o'z taqdirini o'zi belgilash prinsiplariga hurmat qilgan asosda uluslarning do'stlik munosabatini rivojlantirdi va boshqa muvofiq tadbirlarni qo'llanib, universal tinchlikni kuchlantirdi deb ko'rsatilgan. Faqat bu moddaga qaralganida Birleşken Devletler Teşkilatı xuddi o'z taqdirini o'zi belgilashni xohlaydigan butun xalqlar uchun fursat yaratadigan bir qurilishdek bilinishi mumkin. Uyg'ur tashkilotlari va boshqa mustaqillik kurashi qilgan guruhlar bu sababdan Birleşken Devletler Teşkilatı'ning birinchi moddasini ko'plab naql qiladi. Lekin amaliyotda undaq emas. Chunki ikkinchi moddasida birinchi moddada belgilangan maqsadlarni ishga oshirish uchun Birleşken Devletler Teşkilatı va a'zolarining qanday prinsiplar asosida harakat qilishi kerakligi haqida to'xtaladi. Bu moddaning 4-qismida butun a'zolar xalqarалық munosabatlarida har qanday davlatning territoriyalik butunligi va siyosiy mustaqilligiga qarshi kuch ishlatmasligi yoki tahdid solmasligi kerak. Shundaqla Birleşken Devletler Teşkilatı'ning maqsadlari bilan birdek bo'lmagan ish harakatlarda bo'lmasligi kerak deb ko'rsatiladi. Undaqda bir davlatning boshqarishi ostidagi xalqlar o'z taqdirini o'zi belgilashni xohlaganida ushbu davlatning territoriyalik butunligiga daxli ta'riz qilmay turib qandoq mustaqil bo'ladi? Darvaqa Birleşken Devletler Teşkilatı'ning bu ikki moddasi bir-biri bilan zid ikki xil ko'rishni targ'ib qilgan, shundaqla ko'plab talash tortish paydo qilgan. Bu zidlikqa aniqlama taxminan 15 yildan keyin, ya'ni 1960-yili umumiy kengashda ma'qullangan 1514-qonun loyihasi orqali berilgan. Mustamlika ostidagi davlatlar va xalqlarga mustaqillik berish xitobnomasining birinchi moddasi xalqlarning yotlar tarafidan bo'ysundirilishi, hukmronlik qilinishi, ekspluatatsiya qilinishi aqalli inson huquqining dafsandichiligi hisoblanadi. Shundaqla Birleşken Devletler Teşkilatı kelishimnomasiga va dunyo tinchligi va hamkorligining rivojlanishiga to'sqinlik qiladi deb ko'rsatiladi. Ikkinchi moddasi bütün xalqlarning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi bo'ladi. Bu huquq orqali xalqlar o'zlarining siyosiy nüfuzini belgilash erkinligiga ega bo'ladi. Shundaqla iqtisodiy, ijtimoiy va kultural jihatdan taraqqiy qildirish erkinligiga ega bo'ladi deb davomlashadi. O'xshash xitobnoma yana siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy sharoitning yetarsizligi yoki tayyorlikning bo'lmasligini, mustaqillikning kechiktirilishiga hech bir shaklda bahona qilishga bo'lmaydi deb jakarlaydi.
Bu moddalar orqali Birleşken Devletler Teşkilatı'nın xalqlar üçün mustaqillik yolida yeşil çıraq yıqıb bergəndək təsirat beridi. Dünya Uyghur Qurultayı qatarlıq təşkilatlarının nizamnamasında həm bu moddalarga yer berilidi. Lekin xitobnomaning davomida, ya'ni 6-cı moddasida mundaq deyiladi. Bir davlatning territoriyalik butunligi va ulusal birligini qisman yoki butunlay vayron qilishni maqsad qilgan har qanday urinish Birleşken Devletler Teşkilatı'nın maqsadi va kelishimnomasidagi prinsiplarga xiloflik qilganlik hisoblanadi. Bu yuqorida deyilgan ziddiqni butunlay hal qilmaydi. Aksicha, ikki xil o'z taqdirini o'zi belgilash tushunchasining o'tirg'i chiqishga sabab bo'ladi. Birinchi xildagi o'z taqdirini o'zi belgilash mustaqillik elib boradi. Ikkinchisi davlat chegarasi ichida o'zini o'zi boshqarish, ya'ni avtonomiyaga elib boradi. Birinchisini tashqi jihatda o'z taqdirini o'zi belgilash, ikkinchisini ichki jihatda o'z taqdirini o'zi belgilash deyishga bo'ladi. Tashqi jihatdan o'z taqdirini o'z belgilash odatda yotlar tarafidan besivilingan yoki bo'ysundirilgan xalqlar, ya'ni uluslar uchun uyg'un deb qaraladi. Bu xalqarалық munosabat tadqiqotlarida kolonializm, mustamlikachilik yoki harbiy ishg'oliyat holatidagi ahvollarga qaratildi. Texmi muhimi, ko'pincha tadqiqotchilar mustamlikachilikning chegara sirtidagi mustamlikachilikni ko'rsatganligini ilgari surdi. Masalan, Yevropa davlatlarining Afrika yoki Sharqiy Janubiy Osiyodagi davlatlardagi mustamlikalarning tashqi jihatdan o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi borligini ifodalaydi. Demisimi, yuqorqi xitobnoma e'lon qilingandan keyin nurg'un davlatlar mustaqillikka erishdi. Va 1945-yili 50 a'zo davlat bilan qurilgan Birleşken Devletler Teşkilatı 20 yildan keyin 114, kunimizda bo'lsa 192 a'zosi bo'lgan bir tashkilot holatiga keldi. Tashqi jihatdan o'z taqdirini o'zi belgilash davlatlarning territoriyasi ichidagi xalqlarga tatbiqlanmaydi deb qaraladi. Shundaqla tashqi jihatda o'z taqdirini o'zi belgilash bir qitimla tatbiqlig'ili bo'ladigan huquq bo'lib, mustaqillik harakati muvaffaqiyatli bo'lib, davlat qurilgandan keyin egilik huquqining qo'g'dilishi va territoriyalik butunligi hurmat qilinishga tegishli bir gavdaga aylanadi. Bu nuqtadan keyin bu davlat ichidagi xalqlarning tashqi jihatda o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi bo'lmaydi. Lekin ikkinchi xil, ya'ni ichki jihatda o'z taqdirini o'zi belgilash huquqidan bahramlanishni talab qilsa bo'ladi. Bu xildagi o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi qurilib bo'lgan davlat ichidagi guruhlar yoki xalqlar uchun bo'lib, farqli darajada avtonomiya huquqi orqali ta'minlanadi. Avtonomiya huquqi o'z-o'zini boshqarish ma'nosida ishlatiladi va avtonomiya huquqiga ega bir rayon yoki xalqning egilik huquqi bo'lmaydi. Dunyoning har qaysi joylarida necha minglagan xalq, millat, qavm o'z taqdirini o'zi belgilash uchun kurash qilmoqda. Bu xalqlarning o'z taqdirini o'zi belgilash harakatlari xalqaro munosabat tadqiqotchilari tomonidan analiz qilinmoqda. Tadqiqotchilar nima uchun xalq, millat, qavmlar o'z taqdirini o'zi belgilashni xohlaydi? Nima uchun hukumatlar ba'zi bo'lgunchi harakatlarni bostirib, ba'zilarini bostirmaydi? Qaysi xildagi o'z taqdirini o'zi belgilash harakatlarining muvaffaqiyatga erishish ehtimolligi yuqori? Nima uchun o'z taqdirini o'zi belgilash harakatlari ba'zida qurolli to'qinishga aylanib qoladi degandek savollarga javob berishga tirishadi. Xulosa qilib aytganda, Sharqiy Turkiston mustaqillik ko'rishini xalqaro sahnada tushundirganda, o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini qarg'ularcha ishlatmaslik kerak. Agar Uyg'urlar o'z taqdirini o'zi belgilashni xohlaydi deyilsa, Xitoy davlati va territoriyasi ichidagi bir xalq bo'lishi sifati bilan ichki jihatda o'z taqdirini o'zi belgilashni xohlaydiganligini bildirgan bo'lib qoladi. Bu boshqacha qilib aytganda Uyg'urlarning hozirgi avtonomiya tuzumidan norozi ekanligini, texmi yuqori darajadagi avtonomiya tuzumi orqali o'zini o'zi boshqarishni xohlaydiganligini ma'nosini berib qo'yadi.
Texmi to'g'risini qisqacha qilib ifodalaganda, Sharqiy Turkiston mustaqil bir davlat edi. Xitoy davlati tarafidan besib olingan. Ishlab chiqarish diviziyasi ismidagi harbiy qo'shin Xitoyning harbiy mustamlika kuchi ekanligining namoyandasi. Sharqiy Turkiston Xitoyning bir partisi emas. Shunlashqa biz tashqi jihatda o'z taqdirini o'zi belgilash huquqidan bakrinish imtiyoziga ega bo'lishimiz kerak. Xan Tangridan nazar sahifamizning bu haftalik yozmasida o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini qisqacha tushundirdik. Sharqiy Turkiston mustaqilligi va Uyg'urlarning hurligi uchun kurash qilayotganlarning, shundaqla o'qirmanlarimizning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini to'g'ri ishiltishi va idrok qilishi umidi bilan kelar haftada ko'rishgacha omon bo'linglar. 2022 yili 3-iyul